Ma filmimni boyta oğan bala yollab qo'yinglar. Mayli siz ajrashib ketgan bo'lang yoki to'y qilmagan bo'lang. Meniki bir tal filmimni chiqarib etdim. Uningda maxsus boyta qizlarga film chiqardim. Ash filmimga kirib, boyta qizlar rasmlarini yo'llagan bo'lsa, shular bilan tanishib qolsangiz bo'ldi. Aldığımız kelayotgan Aryosiliq muhabbet etpasangiz yaxshi. Aldığımızda Rozet keladi, balkim tanishib qolib to'yinglarni qilsangiz yaxshi shunama. O'zinglar turayotgan shaharni, yeshinglarni anandikin bir parça şey bu rasmlarni yo'llab, haqiqiy o'zinglarni yo'llanglarjma. Dalada g'ilab hech qizak rasmlarni yo'llamay, qiz vallar manzirmada o'g'on balla qolib tanlaydigan bo'lib ketdi. Hech nima bo'lmaydi, navoy bo'lsanglar meydinglar, ashpaz bo'lsanglar meydinglar. Men gapni o'ngshab qilolmadim, men tillab qolsam ko'nglimga olmay. Mush filmga cho'qimish bo'yta qo'ygan bolalar rasmini yo'llanglar. Men shu inkas rayonida chiroyli qizaloqqa chiroyli o'g'on bolalar aslida aytib qilib berma. Tanishib qilinglar. Ashtaqlamda balkim tanishib beruzet qurban aytilib to'yonliq qilib qolsam ajab emas. Ashtaqlaylikmi? Yaxshi o'g'on bolalar bekchiq, yaxshi qizlar topamat qayerba. Lekin siz shuning ichidagi birdan-bir yaxshi o'g'on bola deb o'ylayman. Cho'qim rasmingizni yo'llashni unutib qolmang. Nech pul ishlaysiz, nerda tursiz, yeshingiz hamini cho'qim yo'llangizmi? Xo'sh. Bo'ytaqlarga avatib qo'yinglarjimi?